Sevgili arkadaşlar, yaxşımısınızlar? TOEFL 500 words, TOEFL 500 sözlük, lesson 26. 26. ders. 26. dersteki ham sözlerinin telaffuzunu birlikte bilip çıkaylık. Lesson 26. Abolish, chaotic, controversial, or controversial, exemplify, factor in, falter, gratifying, launch, legitimate, lethargy, particular, radiant, span, spontaneous, stream, striking. Birinci söz abolish. Abolish deganimiz amaldan qoldirmoq degan qoidalik. Bu İngilizce ma'nosini qarasak, to put an end to something. Ma'lum narsani oxirlashtirish. Synonym ma'noda so'zi eliminate. Eliminate degan yo'q qilmoq, ilib tashlamoq, yo'q qilib etmak degan gap. Abolish, amaldan qoldirmoq. Many states have abolished the use of cell phones while driving. Nurg'un shtatlar amaldan qoldirdi yanfonni ishlatishni mashina haydayotgan chog'da. Mashina haydayotgan chog'da yanfon qo'llanishni nurg'un shtatlar amaldan qoldirdi yoki chekildi. Activists have been attempting to abolish animal testing for decades. Faaliyetçiler urinib keldi, have been attempting urinib keldi to abolish amaldan qoldirishni yoki cheklashga urinib keldi yoki amaldan qoldirishga urinib keldi. Animal testing, hayvonlarni maroda qilish yoki hayvonlarni sinab qilish for decades, ya'ni bir qancha 10 yillardan buyon hayvonlarni sinab qilish, ya'ni har xil tibobatda yoki har xil shundoq tajribalarda hayvonlarni ishlatishni cheklashga urinib keldi faaliyetchilar. Next one, chaotic. Chaotic degan shundoq qalaymaqon degan gap. Chaotic, qalaymaqon, chaotic. Super. Being in complete disorder or confusion. Butunlay radsiz holatda bo'lish yoki bir qalaymaqonchilik holatida bo'lish. Synonym disorganized. Disorganized degan gap ratlanmagan, tartibga kirgizilmagan degan gap. Disorganized, chaotic. Chaos, qalaymaqonchilik, chaos ism shakli. The traffic in Seoul is often chaotic. Seoul, ya'ni Koreyaning poytaxti Seoldagi qatnash is often doim degida chaotic, qalaymaqon holda, qalaymaqon holatda. There was complete chaos when the world champions arrived at the airport. To'liq bir qalaymaqonchilik yuz berdi when the world champions, dunyo chempionlari aeroportga yetib kelgan chog'da. Next one, controversial. Controversial degan ziddiyatlik yoki bas-munozara qo'zg'aydigan degan gap. Ziddiyatlik yoki bas-munozara qo'zg'aydigan. Controversial yoki controversial. Controversial yoki controversial. Meaning, ma'nosi causing disagreement or argument. Yoki qo'shilmaslik yoki bas-munozaraga sababchi bo'lgan yoki shuni qo'zg'aydigan. Synonym divisive, adam qanaq ayrıvitadigan yoki birlashtirmay ayrıvitadigan degan gap. Controversial deganimiz shu ziddiyatga kirgizib qo'yadigan, ziddiyat ilib keladigan degan gap. Controversially, ziddiyatlik holda yoki ziddiyat akelgan holda, bas-munozara qo'zg'atgan holda degan gap. Controversy, bas-munozara qo'zg'atadigan bir ish yoki bas-munozara qo'zg'aydigan bir ish, ziddiyatlik bir ish degan gap. The governor made a controversial decision to raise taxes. Bu hukumat boshlig'i governor made a controversial decision, bir bas-munozara qo'zg'aydigan bir qarorni chiqardi to raise taxes, ya'ni boj o'rlatish to'g'risida bas-munozara qo'zg'aydigan bir qarorni
chiqadi. The controversy was caused by the proposal to build an airport in the area. Bu bes munazara, the controversy was caused, bu bes munazara kelib chiqdi by the proposal bir o'ttirg'i qo'yishdan to build an airport in the area. Bu rayonda bir aeroport yasashni o'ttirg'i qo'yishdan bu bes munazara kelib chiqdi deydi. Next one, exemplify. Exemplify degan misol qilib ko'rsatish, misol keltirish degan gap. Exemplify, to give an example. Bir misol qilib ko'rsatish. Symbolize, simol qilib ko'rsatish degan synonym ma'noda so'zi. Exemplary. Exemplary deganimiz shu namuna, shuni misol qilib ko'rsatgan bir narsa deganni exemplary. Bir namunalik shaxs desak exemplary person degandek. The recent downturn in the housing industry exemplifies the poor economic conditions. Yaqinqi tavallishi in the housing industry, yani uy sanoati degan gap, uy sohasidagi yaqindagi tavallash, downturn degan shu bahosining tushib ketishi degan gap yoki uyning setilishining kamlab ketishi. Exemplifies nimish qildi, shuning o'zi bir misol bo'la oladi, the poor economic conditions. Nachar iqtisodiy holatga misol bo'la oladi. Her exemplary academic achievement, uningki namunalik academic yani ilmiy natijasi is representative of most students at this institution. Uningki namunalik ilmiy natijasi is representative misali of most students. Nurg'un o'quvchi mushu maktabdagi at this institution, mushu maktabdagi nurg'un o'quvchilarga vakil bo'la oladi. Nurg'un o'quvchilar shunga o'xshash ilmiy natijaga erishgan deydi. Factor in degan tushuntirib, factor in deganimiz nima? Nazarga almaq. Factor in, nazarga almaq. Ma'nosi to account for something while making a decision or analysis. Nazarga ilish ma'lum ishni yoki narsani bir qaror chiqargan vaqtda yoki tahlil yurgizgan vaqtda. Consider deganimiz bu nazarga almaq degan fe'l ma'noda so'zi. The family had to factor in the price of gasoline as they planned their trip. Bu oila nazarga ilishi zarur bo'ldi. The price of gasoline, mayning pulini, may deganimiz mashinaga qachilaydigan may. As they planned their trip, ular bu safarni planlagan chog'da mayning pulini nazarga ilishi zarur bo'ldi. Ya'ni shu mayning pulini nazarga oldi demakchi. The architect did not factor in the required distance from the sidewalk in his design. Bu architector did not factor in nazarga almabtikan the required distance, talab qilingan arliqni from the sidewalk, yani piyodalar yo'lidan talab qilingan arliqni nazarga almabdi bu architector in his design, uningki lohiyasida. Falter deganimiz ikkilanmak degan ma'noda, ya'ni birisi ojizlamoq deb ma'nosi bor. Ikkilanmak, ya'ni birisi ojizlamoq. To hesitate or waver, ikkilanmak yoki ikkilanib qolmoq. Synonym weaken, ojizlamoq. In 2008, the United States economy began to falter dramatically. Bu yerda 2008-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarining iqtisodi boshladi ojizlashqa, dahshatlik holda. Dramatically, dahshatlik holda. He faltered under peer pressure and agreed to dance with a girl. U ikkilandi under peer pressure, tang tushlarining besimi ostida ikkilanib qoldi, and agreed va qo'shildiki nimaga? To dance with a girl. U qizchaq bilan usul o'ynashga qo'shildi. Gratifying deganimiz gratifying deganimiz odamni nima qiladigan, bir odam o'zidan rozi bo'ladigan, odamni rozi qiladigan degan ma'noda. Gratify deganimiz rozi qilmoq, gratifying rozi qiladigan.
Giving pleasure or a feeling of accomplishment, adamga xushallik ata qildigan yoki bir xil adamni rozimanlik his tuyg'usiga akildigan. Showing thanks yoki minnatdorligini ko'rsatadigan. Satisfying, satisfying degan adamni rozi qildigan. Gratefully degan minnatdor bo'lgan holda. Grateful minnatdor. Gratify minnatdorlikni bildirmak. Gratification minnatdorlik. Gratefulness minnatdorlik. Studying abroad can be a very great gratifying experience. Chet elda o'qish odamni shundoq o'zidan rozi qiladigan bir kechirmish. She was grateful for all the work he had done for her. U shundoq minnatdor bo'ldi butkul ishlarga, yana bir o'g'il bola uning uchun qilgan butkul ishlarga u minnatdor bo'ldi deydi. Next one is launch. Launch degan yurgizmak, ma'lum bir ishni boshlamak degan gap. Launch. Meaning Englishcha ma'nosi to cause something to begin. Ma'lum bir ishni boshlashga sababchi bo'lmak. Initiate deganimiz bu boshlamak, boshlatmak. Launch, noun, launch degan yana boshlanishi degan ism shaklimi ba launch. Launching, boshlash. Ism shakli bu mu? The company launched a new program to attract more clients. Bu shirkat boshladi bir yangi programmani jalb qilish uchun texnik ko'p xaridorlarni. Client deganimiz xaridor. The launching of the first Soviet Sputnik yo'lga qo'yilishi yoki ashuni yurgizishi tunji Sovet ittifoqining Sputnik degan mayada raketa, olam bo'shliqqa qo'yib berilgan raketa, Sovet ittifoqiniki shu raketasining ismi launch degan shuni qo'yib berish degan gap mayada. Sovetniki Sputnik raketasini olam bo'shliqqa qo'yib berishi created concern, ansirashni, tashvishlanishni keltirib chiqadi among the American public. Amerika xalqi orasida bir tashvish yoki ansirashni barliqqa keltirdi. Legitimate degan qonuniy o'zining haqiqiy o'zi asosi bor deganda legitimate deymiz. Masalan, mening qonuniy huquqim desam legitimate right. Mening nima? Qonuniy huquqim. Masalan, adjective deganimiz sifat, legitimate deganimiz qonuniy, qonunga asoslangan, qonun qo'g'daydigan degan legitimate. Reasonable, asosi bor. Synonym authentic deganimiz rost, haqiqiy degan gap. Adverb legitimately degan qonuniy holda, asosi bor holda, haqiqiy holda degan gap. Legitimacy degan haqliqligi, qonunluqligi degan gap. Men bu joyning haq egisi desam, I am the legitimate owner of this place. Bu joyning haqiqiy egisi, ya'ni qonunluq egisi, ya'ni shu asosim bor shundaq deyishga degandek, legitimate owner of this place degandek. The engineer had a legitimate reason for changing the design of the building. Bu injenerninki nima? Haqiqiy yoki qonunluq asosi bor. Bu injenerning haqiqiy asosi bor, rost asosi bor for changing the design, loyihasini o'zgartirishga of the building. Bu binoning loyihasini o'zgartirishga haqiqiy asosi bor. O'rinliq asosi bor demakchi. O'rinliq. The legitimacy of the theory, bu nazariyaninki o'rinliqligi yoki haqliqligi has yet to be determined. Texichi yana qaror qilinishi kerak, yana taxi aniq qaror qilingani yo'q yoki taxi bu nazariyaning haqiqiy shundoq nazariya bo'la oladiganligi taxi aniq qaror qilinmadi demakchi. Lethargy degan bir xil jonsizlik odamniki, bir xil sizning agar mayli sizning fizikalik jihatdan bo'lsin, mayli ruhiy jihatdan bo'lsin, jismoniy deylik, fizikalik degan jismoniy va ruhiy jihatda ba'zida
siz lethargy bo'l. Lethargy degan jonsizlik. Buni o'rinliq degandan ko'ra jonsizlik desak yaxshiroq. Lethargy, bir xil shunda bir ishlarni qilaman desangizmi, bir xil bo'shliqlik, buni lethargy deymiz. A lack of energy or commitment. Bir odam bunda iroda va energiyaning bir xil kam bo'lishi lethargy. Lazy, indifferent. Ya'ni o'rin va ko'ngil bilmaydigan bir ishlarga, bir xil qiziqmaydigan yoki bir ishlarni qilishga yoki shuni o'ylashga bir xil kayfiyatingiz tatmagan bir holatni lethargy deymiz. Lethargy ism bu, sluggishness, bir xil bo'shliqlik, bir xil o'zini tashlab atganlik deganni biz lethargy. The hippopotamus basking in the sun displayed almost total lethargy. Hippopotamus deganimiz sukalisi deb tarjima qilsak bo'ldi. Shu turdagi bir hayvonning ismi. Basking degan qaqnda turishi in the sun, ya'ni quyoshni qaqlanib jim turishi deydi. Displayed namoyon qildi almost asosan total butunlay lethargy, bir xil shunda hech qiziqmay bir xil jonsizlik, shunda lethargy, bir xil bir ish qilg'isi yo'q. Sizni masalan yaxshi bir holda dengiz bo'yiga opirib birdam suv ichilinib yotgandan keyin o'zingiz yaxshi issiq oftobda albatta teringizni ko'ydirmaydigan maylarni so'kitib yotsangiz, sizda shundoq total lethargy ni siz namoyon qilishingiz mumkin. Albatta suv kalisi unda terisini ko'ydirmaydigan maylarni so'kib yurmaydi-da. Pastga tushaylik, sevimli savatdoshlar. When it is time to do homework assignments, many students become lethargic. When it is time to do homework assignments, oila topshiriqini qiladigan chaqqa kelgan vaqtda many students become lethargic. Nurg'un o'quvchilar bir xil o'rin bo'lib qoladi deydi. Lethargic deganimiz lethargy degan ning spechekli, lethargic deganimiz lazy degan gap. O'rin degan gap. Hamda bu lazy degan gapdan saviylik gapda, hamda lethargic, I feel lethargic. Men bir xil o'rin his qilyapman ya degan gap. Next one, particular. Particular deganimiz aniq, shu ko'rinarlik, aniq degan gapni particular degan aniq. A certain way or thing, unusual, hard to please. Deydi. Particular, aniq, muqarrar shu degan gap. Specific, aniq degan gap. Particularly, bo'libmi degan gap. Particularly deganimiz especially degan gap. The speaker has a particular way of persuading his audience. Bu so'zligicha yoki bu nutqninki bir particular way, o'ziga xos bir usuli bor. Bu yerga particular o'ziga xos deb tushunsak bo'ladi. Bir usuli bor of persuading, qoyil qiladigan his audience, uning tomoshabinlarni yoki uning nutqini anglovchilarni qoyil qiladigan o'ziga xos bir usuli bor deydi. Some customers are particularly difficult to satisfy. Ba'zi customers, ba'zi xaridorlar are particularly difficult. Alayda yoki o'zgacha holda shunda tas to satisfy. Ba'zi xaridorlarni qanaqa qilmoq? Satisfy, rozi qilish, alayda tas. Radiant, nur chachadigan, issiqlik chiqaradigan degan gap. Radiant, spat, sevimli savatdoshlar. Sending out in all directions, barliq yo'nalishda chiqarish. Nimani? Especially heat or light. Bo'libmi? Issiqlik va yorug'lik chiqarish. Synonym manda so'zi bright degan yo'ruq degan gap. Radiantly, shunda yo'ruqlik chiqargan holda yoki issiqlik chiqargan holda degan gap. Radiance deganimiz yorug'lik chiqarishi, issiqlik chiqarishi degan gap. Radiation, radiatsiyasi degan nur taqitishi, issiqlik taqitishi degan gap. Radiator, radiator deydi. Radiatorga issiqlik taqatquchi yoki nur taqatquchi. The actor's radiant smile captivated the audience. Bu artistning shunda nurliq kulimsirishi captivated, diqqatini jalb qildi, the audience, ya'ni tomoshabinlarning diqqatini jalb qildi. The radiance of the fire prevented the firefighters from entering the house. Issiqligi, chaqchaqning issiqlik of the fire, ya'ni o'tning shu o't yalqini demakchi bu yerda, prevented
oldini oldi, ya'ni cheklab qo'ydi. The firefighters o't o'chiruvchilarning from entering the house. Nima ish qilishini, u uyga kirishini cheklab qo'ydi dedi. Next one, span. Span degan orliq, musaffa. Ma'lum orliqi, musaffasi degani biz span deymiz, span. The length of time or distance from one limit to the other. Bir nuqtadan yana bir nuqtagacha bo'lgan vaqt va orliqning uzunligini span deymiz. To cross, ya'ni aylanmasi deb ma'nosi bor. Cover degan bu nima? Shu bisib o'tgan musaffa ya'ni cover deymiz. Span, bisib o'tgan musaffasi, orliqi. The old man's life spanned 2 centuries. Bu yerda pil span degan bisib o'tmak. Bu yashangan odamning hayoti bisib o'tdi 2 centuries. 2 asrni bisib o'tdi. The span of the bridge, bu ko'rikning orliqi is 3 miles, 3 mil keladi deydi. Next one, spontaneous. Spontaneous deganimiz, sevimli savoqdoshlar, hech qanday oldin planlamagan, naq maydonda o'rindigan degani spontaneous deymiz. Masalan, men dars so'zlab o'tib, ba'zilar xil mazmunlarni qanaqa qilib qolaman, qo'shib qolaman. Buni biz spontaneous deymiz. Hozir so'zlayotganimni dal ekranda yo'q gaplar. Bularning hammasi spontaneous, ya'ni naq maydonda ijro qilgan, naq maydonda jiq o'ylamasdan, planlamasdan chiqargan degani spontaneous. Masalan, spontaneous speech desam, hech qanday plansizla so'zlagan nutq. Spontaneous speech, spontaneous act desam, plansiz qilgan harakat degandek. Spontaneous, spontaneous, plansiz, o'rindigan, plansiz degan. Unplanned, uncontrolled, planlamagan va kontrol qilmagan. Instinctive, ya'ni tuyg'uga tayinibla, tuyg'uga asosanla qilgan degan gap, instinctive. Spontaneously, shu planlamagan holda, shu darhalla, shundaqla, spontaneously. Spontaneity degan shu plansizlik, ya'ni darhal ijro qilganlik degan ism. The spontaneous combustion inside the cylinder creates the power of the motor. Cylinderning ichidagi spontaneous degan hech qanday planlamagan o'zining ashuna combustion, urilishi yoki aylanishi creates, barliqqa keltirdi. The power of the motor, motorning kuchini qana qildi? Barliqqa keltirdi. The crowd reacted spontaneously to the danger. Bu bir to'p kishilar inkas qaytuvdi spontaneously, ya'ni shu onla inkas qaytuvdi to the danger. Qiyin xatarga hech qanday planlamagan holda tabiiyla deb desak bo'ladi. Spontaneously, tabiiyla inkas qaytuvdi. Stream deganimiz eriq, suv oqadigan eriq. Pil bo'lsa, shunda suvning eqishi, oqmoq degan ma'noda. Ism bo'lsa eriq, meaning a natural flow of something, ma'lum narsaning tabiiy eqishi deydi, eriq deymiz. Powering out yoki eqin. River deganimiz daryo, stream, eriq. Verb, stream deganimiz oqmoq. There was a constant stream of information. To'xtovsiz eqish bo'ldi of information. Uchurning to'xtovsiz eqishi bar idi coming from the White House. Ya'ni Aqsaroydan uchurning to'xtovsiz eqishi keldi. Ya'ni to'xtovsiz uchur keldi demakchi. Water streamed, suv oqdi from the dam, dambidan suv eqib o'tib ketdi, as workers, ya'ni ishchilar attempted, uringan chaqda to make the repairs, ya'ni remont qilishga ishchilar urinayotgan chaqda dambidan suv eqib o'tib ketdi deydi. Sevimli savoqdoshlar, striking deganimiz striking odam nima deymiz, striking that was a strikingly convincing. Striking degan shundoq ko'rinarlik, odamda alayda diqqat qo'zg'aydigan degan gap. Striking, diqqat qo'zg'aydigan, ko'rinarlik, striking. Spat, drawing special attention to, ya'ni odamning alayda diqqatini qo'zg'aydigan. Synonym, remarkable, ko'rinarlik, diqqat qo'zg'aydigan,
tilga ağıdak degan gap. Strikingly, ko'rinarlik holda, diqqat qo'zg'agan holda. His striking proposal, uning diqqat qo'zg'aydigan bu taklifi, saved the company from bankruptcy. Bu şirketni qutqizib qoldi. Nimadan? Bankruptcy. Ya'ni şirketning nima bo'lib ketishi, vayron bo'lib ketishidan qutqizib qoldi deydi. Bankruptcy degan şirketning vayron bo'lib ketishi, vayron bo'lish degan gap. Ma'lum iqtisodiy tashkiliy o'rinning vayron bo'lishini biz bankruptcy deymiz. Bankrupt degan gap vayron bo'lmoq. That was a strikingly convincing argument. O bir shundoq ko'rinarlik yoki alohida odamning diqqatini qo'zg'ag'idek convincing, qoyil qilarlik argument asos bo'ldi that the speaker delivered. Ya'ni bu natiq yoki so'zligichi o'ttirg'i qo'ygan deydi. Sevimli savoqdaşlar, shunday qilib 26 darsdagi ham so'zlar mana shu yerda oxirlashdi. 26 darsdagi ham so'zlarni yana bir qitim talaffuzini bir eslab o'tsak. Lesson 26. Abolish. Chaotic. Controversial. Controversial. Ikki xil talaffuz bor demakchi. Exemplify. Factor in. Falter. Gratifying. Launch, legitimate, lethargy, particular, radiant, span, spontaneous, stream, striking. Kelar qatimliq dars kishilik aman bo'linglar. See you next time and goodbye. Xayr xo'sh savoqdoshlar.